Assalamualaikum qarindoshlar, JavaScriptda asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu 6-chi qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda, ya'ni oldingi qismning davomi non-primitive, ya'ni ibtidoiy bo'lmagan sonliq ma'lumot tipidan qanda arraysni so'zlaymiz. Oldingi qism objectni so'zlagan. Unda bo'lsa qarasak, esinglarda bormi? Biz sonliq ma'lumot tipi ikkiga bo'linadi JavaScriptda. Birisi primitive type, yani birisi non-primitive type. Primitive type degani dastlabki, ya'ni ibtidoiy tipi. Ular qanda son, string yoki xat, undan keyin boolean, true or false, xato yoki to'g'ri deb. Undan keyin null, undefined deb ikkisi bor. Undan keyin ibtidoiy bo'lmagan tipidan nimasi bor? Objects bilan arrays bor. Biz oldingi qismdagi darsimizda objectni so'zlagan, hamda bu qismdagi darsda arraysni so'zlaymiz. Arrays nima deganda bu bir amaliyotda bir erkin o'zgaruvchi. Xuddi shu numbers, string, boolean o'xshash, lekin bu alohida erkin o'zgaruvchi. Masalan, number, string, son, xat yoki to'g'ri xato bo'lsin, bu bir xil qiymat ola oladi. Ammo arrays birdan ko'p, bir vaqtda birdan ko'p qiymat ola oladi. Bundan masalan, amaliy misollarni ko'rsatib qo'yay. Bir torbat açsam, masalan Google'ni açsam, xohlagan bir torbatni açsam bo'ldi. Qanday torbat o'xshash. O'ng tarafini mouse o'ng tarafini chekib, inspect bassaq, bizning konsol chiqdi, shunami? Oldingi qismlik darsimizda biz object degan shunaqmi? Objectga qanday ikki qiymat beralaydi. Masalan, Japan bo'lsa qanday? Bunun poytaxtiga nima deb yozalaydik? Tokyo deb yozalaydik. Pesh qo'yib, undan keyin France, Fransiyaning poytaxtini Paris, Turkiyaning ikki qiymat ola oladi, shunami? Jup qo'sh qiymat. Key value deymiz buni. Turkiyaninki Istanbul. Nima? Ankara. Kirib ketgansa Turkiya. Ankara. Buni yapsaq qanday? Interni besayotgandan keyin Japan, Tokyo, France, Paris, Turkey, Ankara chiqdi. Masalan, biz buning bir yaxshi yeri object Japan desak Tokyo chiqarib turdi. Object deb bo'g'ishmanda ichilib bo'ldi. France'ni bassaq, Paris'ni chiqarib turdi. Interni bassaq. Object Turkey'ni bassaqchi, interni bassaq, Ankara'ni chiqarib turdi. Mana objectning shakli bunda saqlaqli bo'ldi. Tushunami? Hamda unda bo'lsa, bugun so'zlayotganimiz nima? Arrays. Hamda arraysning qanday alohidaligi bor desanglar, men bu ham dedim-ku. Biz bir tal ism qilmoqchi bo'lsak, nima deydik? Masalan, Mahmud deb qo'ysak, biz miyaga ikki ism qilib bo'lmaydi. Samat. Qanday? Xatolik chiqib oldi. Shunga biz faqat mayli xat qilaylik, mayli son qilaylik, mayli kesir float qilaylik. Hammamiz qanday? Masalan, yosh 40 bo'lsinmi, qanday? Yosh 40. Buni ikki qiymat qo'ymaymiz, ammo arraydan foydalanib qanday qila olamiz? Biz qiymat qura olamiz. 2 dan ortiq, 2 ga ortiq qiymat bir vaqtda qura olamiz. O'xshash bir sonliq ma'lumot tipi bilan bo'lsinmi? Masalan, fruits deylik. Meva degan gap qo'y. Meva. Buningda arrayga cho'qim cho'ng tirnoq square bracket deydi inglizcha. Ya'ni kvadrat tirnoq deylik. Kvadrat tirnoq. Alımız onunla anladıkken tak naql, mesela fruit
nima apple başınama alma ba. Ondan keyin qanday fruitni bilsizlar? Grapes üzüm ba. Ondan keyin banana ba. Yani qanday meyve bilsizlar? Potato. Potato degan meyve go. Mana birli vaqtda qanday arraysga. Bu array degan matematik o'rgangan bo'lsang, sonlar orqali bir mo'ncha sonlarni tartib bilan yozgan bo'lgan sonlar orqali qilsanlarmi? Dal shu array shu. Mana ham program tiliga hamda shu arrays deb qabul qilgan. Buni enterni bassaq mana chiqdi. Ham diqqat qilsanglar, object o'xshamaydigan yeri miyat son chiqdi. Buni index deymiz, ko'rsatkich deymiz. Ya'ni birinchi elementda har bir element qo'y. Birinchi element alma, apple, ikkinchisi grape, üzüm, üçüncüsü banana, banan, dördüncüsü potato. Shoxlar shunami? Hamda qarasaq, diqqat qilsanglar, birinchi ulab har qitim diqqat qilgan nuqtanglar kompyuter tillarida son 0 dan boshlanadi, indeksiya 0 dan boshlanadi. Biz 1 dan boshlaymiz-ku. Lekin mesela birinchi elementni-ku 0-chi elementda demaymiz-ku, lekin kompyuterda davomli 0 deydi. Indeksiyasi 0 bo'lsa, cho'qim birinchi element ekan deymiz. Indeksiyasi 1 bo'lsa, ikkinchi element ekan deymiz. Yeni o'rganishlar davomli qilishadi deb ketadi. Masalan, fruits bor, meva dedim-ku. Buni birinchi elementdan tepish uchun men indeksiga 0 deb kirgizman. Olma. İkincisiga ikkinchisini tepish uchun 1 deb kirgizman. Grapes. Chunki indeksiya nimdan boshlanadi? Ko'rsatkich 0 dan boshlanadi. Endi buningda qancha tal element bor? 1, 2, 3, 4. 4 tal element var. 3-sigacha shunami? 3-chi degan 4-chi element shu. Chunki 0 dan boshlamoqchi chiqqan. Endi men 4 desam-chi, nima bo'ldi? 4 desam undefined chiqdi. Undefined degani qanday? Aniqlamasi yo'q, aniq emas demak. 4-chi qanday? Undefined. Bu bir sonliq ma'lumot tipi undefined degan JavaScriptda. Bu Java va boshqa ba'zi tilda yo'q. Undefined degan qanday? Bu ojiz bir sonliq ma'lumot tipi deb bilsang bo'ldi. Endi men potatoning o'rniga masalan men yana birini qurib miyaga IDE'ni qilgan bo'lsak yaxshi bo'ladi, lekin uni keyin kelamiz. Men ishim sanmay ichiga. Ishimni sanmasam, mo chiqdi 5. 5 indeksiyasi bor. Yana unutqanmanglar 0 dan boshlaydi. Tushunami? Endi men 5-chisini qanday? Fruits. 5-chisini element tepish uchun qanday? 5 desam bo'lamdi, 5 demaymiz, 4 deymiz. 4. Buningki qanday? Asli meningki hech qanday qimmat yo'q. Hech narsa qanday chiqmaydi. Ya'ni bu arrays shu. Arrays. Degan hozircha qanday? Qaysi sonliq ma'lumot tipini o'rgandik desak, int o'rgandik. Int degan nima? Butun sonni int deydi. Ya'ni sonni int deydi. Uni nima o'rgandik? String o'rgandik. String degan xatl shu yo'qi. Double quotation ochidagi, naqlni ochidagi xat shu. Undan keyin nima o'rgandik? Boolean o'rgandik. Undan keyin nima o'rgandik? Undefined o'rgandik. Undan keyin object o'rgandik. Undan keyin qana? Arrays. Hozircha mana shu o'rgandik. Bu JavaScriptning qanday? Biz asosli ko'p uchraydigan sonliq ma'lumot tiplari yoki variables va sonliq ma'lumot tiplari hisoblanadi. Tushunmagan nuqtalar bo'lsa, osonga shakl qoldirsangiz bo'ldi. Bu yangi darsimiz bo'yicha. Rahmat.